Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük haberlerini görüşüngana kızgın karşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. Xitoy Uyg'ur o'smirlarini assimilyatsiya qilishni maxsus organlar orqali ijro qilmoqda. Xitoy bu hafta atalmış Uyg'ur avtonom rayonluq avlodlarga ko'ngil bo'lish xizmati komiteti qurilganligining 35 yilligini xotirlash yig'ini o'tkazgan bo'lib, mazkur organning mavjudligi Xitoyning necha 10 yildan buyon Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarning yosh o'smirlarini qanday sistemalik planliq assimilyatsiya qilayotganligini ko'rsatib berdi. Xitoy tashviqot organi atalmış Xinjiang gazetining aloqador xabarida qayd qilinishicha, 22 oktyabr atalmış Uyg'ur avtonom rayonluq avlodlarga ko'ngil bo'lish xizmati komiteti qurilganligining 35 yilligini xotirlash suhbat yig'ini Urumchida o'tkazilgan. Yig'inda bu sohada xizmat ko'rsatganlar mukofotlangan va Xitoyning kelgusidagi assimilyatsiya planlari o'ttirg'a qo'yilgan. Xabarda mazkur organ qurilgan 35 yildan buyongi xizmatlarda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlashni cho'ridab kelganligi, butun Sharqiy Turkiston bo'yicha yosh o'smirlarga qarata atalmış 5 ni qalbdan e'tirof qilishni kunsiri kuchaytirib kelganligi ta'kidlanish orqali mazkur assimilyatsiya apparatining haqiqiy mohiyatini texmo aniq ko'rsatib berdi. Yig'inda Xitoy amaldorlari Xi Jinping o'ttirg'a qo'ygan kommunizm ideyasi bilan odam tarbiyalash, yosh o'smirlarni kommunizmning qurg'uvchilari va izbosarlari sifatida yetishtirishda ching turish kerakligi, bu jarayonda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlashni asosiy liniya qilish, millatlar ittifoqligi tarbiyasini ilgari surish kerakligi, qizil ginga varislik qilish, 5 ni qalbdan e'tirof qilishni texmo kuchaytirish kerakligi haqida jar solgan. Xitoy ko'plab tashviq qilayotgan 5 ni qalbdan e'tirof qilish bo'lsa, atalmış Xitoy davlatini, Junxo millatini, Junxo madaniyatini, Xitoy kommunistik partiyasini, Xitoycha sotsializmni chin qalbdan e'tirof qilishni ko'rsatadigan bo'lib, Xitoy Sharqiy Turkistondagi assimilyatsiya, ming yuyush, bostirish jinoyatlarida bu shuarlarni alayda ta'kidlab, majburiy tingib kelmoqda. Atalmış avlodlarga ko'ngil bo'lish xizmati komitetiga o'xshash organlar Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik siyosatlarini ijro qilishda muhim rol o'ynamoqda. Yaponiyaning yangi bosh vaziri vazifaga o'ltiribla Xitoyni bearam qilishga boshladi. Yaponiyaning yangi ayol bosh vaziri Sanae Takaichi 24 oktyabr parlamentda so'zlagan tunji siyosiy nutqida iqtisodni ilgari surish va davlat mudofaasiga silinadigan mablag'ni ko'paytirishga va'da berdi. Uning bu bayonlari mazkur planning asosliq nishoni bo'lgan Xitoyni qattiq bearam qildi. Kyodo agentligining xabariga asoslanganda, Takaichi sanoat iqtisodiy va mudofaa sohasidagi muhim nuqtalarni o'ttirg'a qo'yib, Yaponiyaning mudofaa xarajatini 2 yil burun plan bo'yicha ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining 2% ga chiqarganligini jakarlab, davlatning necha 10 yildan buyongi eng chong harbiy kengaytirish qadamini teziltirganligini bildirgan. Takaichining nutqi Yaponiya Markaziy bankisi Yaponiyaning pul paxallığı nisbatining 2%lik nishondan ishib ketganligini ko'rsatgan yangi sonliq ma'lumotlarni e'lon qilgan paytga to'g'ri kelgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Go Jiakun tunugun bu haqda inkos qaytirib, oldi bilan Xitoyning tinchlik va bexatarlik masalasida xotirasi eng yaxshi davlat ekanligi haqida numussizlarcha bildirdi. Orqadan Yaponiyaning yaqinqi yillar mobaynida mudofaa xamchotini uzluksiz oshirayotganligi, harbiy kuchini jiddiy kuchaytirishga urinayotganligi, bu Osiyo ellari va xalqaro jamiyatning Yaponiyaning mudofaa ko'rishga markazlashish va'dasiga gumon paydo qilganligi, Xitoyning Yaponiyaning tajovuzchilik tarixini esda saqlab, tinchlik yo'lida mingishga chaqirganligi haqida jar soldi. Yangi bosh vaziri Takaichi sanoat qattiq qo'l siyosiy yo'llaridan biri bo'lib, ilgari ko'p qitim Tayvan amaldorlari bilan ko'rishgan, Yasukuni qabristonlikni ziyorat qilgan va bu sababli Xitoyning noroziligini qo'zg'ab kelgan edi. Trump Netanyahu G'azza kelishimini buzsa uni jazolayman dedi.
Amerikaning nom sharifini oshkorlashni xohlamagan yuqori darajalik bir amaldori Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahuni qattiq ogohlantirib, Netanyahuning prezident Trumpning oldida nihoyatda inchika arg'amcha ustida mengayotganligini, agar Isroiliya bilan Hamas o'ttirsidagi urush to'xtatish kelishimining yemirilishiga yo'l qo'ysa, Amerika prezidenti Donald Trumpning qattiq jazosiga duch keladiganligini aytdi. Bu xabar Isroiliya 12 kanalda e'lon qilindi. Bu xabarlar Isroiliya parlamentining ishg'ol qilingan Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ining bir qismini o'ziga qo'shilishga munosabatli qonun loyihasini qabul qilgandan keyin Washington bilan Tel Aviv o'ttirsida jiddiylikni tiximi ulg'aytgan bir vaqtda e'lon qilindi. Xabarlarda bildirilishicha, 23 oktyabr Isroiliya ziyoratini oxirlashtirgan Amerika muavin prezidenti James David Veniz Isroiliya parlamentining bir kun ilgari Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ini o'ziga qo'shib olish qonun taklif loyihasini tasdiqlaganligidan intayin hayron qolganligini bildirdi. U Tel Avivda muxbirlarga so'z qilganda Isroiliya parlamentidagi bilet tashlashni tanqid qilib, agar bu siyosiy hiyla bo'lsa, bu nihoyatda ahmoqlik. Men shaxsan buningdan bearam bo'ldim degan. Bir Isroiliya amaldori 12 kanalning ziyoratini qabul qilganda, Netanyahuning bir necha kun ilgari bundaq harakatning kuchlik inkas qo'zg'aydiganligi to'g'risida ogohlantirganligini, ammo bilet tashlashning oldini olish uchun hech ish bo'lmaganligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Isroiliya parlamentida Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ini qo'shib olish qonun taklif loyihasi uchun 2 qitimliq bilet tashlangan. Buning to'liq qonunga aylanish uchun yana 3 qitim bilet tashlanishi kerak ekan. Bu qonun loyihasi sentabr oyida prezident Trumpning oshkora qarshi turganligini bildirganligiga qaramay ovozga qo'yilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.